keyin o'lik tashlaganman dedingiz, ya'ni Ha, endi, morgda morg, ishlagan morg. sanitar Ha. bo'lib. Bularni hammasi Ko'proq pul to'ladim-da. siz hozir kuldirib aytyapsiz, o'zi u yerda ishlashi, o'zi u yerga kirishi o'zi katta yurak talab qiladi-da. Больницада sanitar bo'lib ishlaganimda, Aha. kechqurun soat 2da qolib ketganman-da, 2da dejurstvoga qolardim. Aha, navbatchilikda. Navbatchilikka qolardim. Karen degan sherigim bo'lardi men. Aha. Karen uyga chiqib ketib qolganman, endi qolganman dejurstvoga. Soat 2da kardiologiyada bittasi o'lib qolgan. O'lgandan keyin 2 soat yotadi. Balkim koma bo'lib qolishi mumkin. 2 soat o'ziga kelsa keldi. Kelmasa 2 soatdan keyin albatta o'sha o'lim murdani olib borib morgga olib borib qo'yish kerak. Sanitar vazifasi ham shu, sanitar. Isroilov deyishganda, "Dasam bыстро morg" deganda. Battan menga yordam beraverlar. Sherigim nariyoqqa chiqib ketdi choy ichgani. Kelyapti hozirsa, hali o'lini olib chiqishib, palatadan to hovliga olib chiqib, hovlida hovlini oxirida burchida morg bo'lardi. Kecha soat 2. Kecha soat 2, chiroq yo'q, u paytda hozir hamma yop-yorug' bo'lib ketgan. Bitta o'zim olib keta olmaydim. Yosh bolaman, 15 yoshmanmi, shunaqa bir 16 yoshmanmi? Doktor bo'lasan, o'rganganda onam shunaqa ishga ko'rib qolganlar. Olib keta olmadi, kinoda edi, atrof jimjit, murdalar cholg'u ushlab turdi deydi-yu. Qolam, olib ketaman. Qilib mush o'tib ketib qolgan shu paytda. Xuddi shunaqa bo'lgan. "Ha, siz-ku, mana men kelam ochilib qo'ygan mana."